Vatan mehri ertak. Qadim zamonda bir podshoh biror mamlakat ustiga yurish qilmoqchi bo'lsa, albatta o'sha mamlakatga o'z ayg'oqchilarini jo'natar ekan. Kunlarning birida podshoh 2 askariga boshqa bir mamlakatdan uy-joy qilish va oila qurishni tayinlab, turli tomonga jo'natibdi. Oradan bir necha yillar o'tib, podshohning o'sha askarlari uning huzuriga kelishibdi. Askarlarning biri o'zi borgan yurtining odamlari, tabiati va boyligi haqida so'zlab, yurish qilishga oshiqmaslikni maslahat beribdi. Askar borgan joyda hatto farzandli bo'lganini aytibdi. Ikkinchi askar esa u borgan mamlakat tez kunda tanazzulga yuz tutishi haqida aytib, yurish qilish mumkinligini, ammo uylanishning uddasidan chiqa olmaganligini aytibdi. Saroy ahli podshohning qanday qaror qabul qilishini kutibdi. Podshoh kutilmaganda birinchi mamlakatga yurish qilishni ma'qul ko'ribdi. Saroy ahli taajjublanibdi va podshohdan buning sababini so'rashibdi. Podshoh ularga shunday javob beribdi. Birinchi askar borgan mamlakatda ayolga bo'lgan muhabbat, uni himoyalash tuyg'usi umuman yo'q ekan. Demak, ular o'z yurtini ham himoya qila olmaydi. Ikkinchi mamlakatda bo'lsa buning aksi. Biz ularni bosib olgan taqdirda ham qo'zg'olonni bostirish bilan ovora bo'lib yuraveramiz.